Hozir hammani muammosi, главный hammani tanishlari yoki o'zi bo'lib qolgan, tushib qolgan muammo bu reyestr. Videoni oxirigacha ko'rsanglar tushuntiramiz. Reyestr muammosida o'qish bilan решениyangiz qanaqa bo'ladi. Reyestrga tushib qolgan har xil случай bo'lishi mumkin. Oldingi qilgan xatolar uchun, dokument tanlash shtraflari uchun boshqa narsa bo'lishi mumkin. Registratsiyasi o'tib ketgan yoki gosusluga qilmagan har xil случай bo'lishi mumkin. Reyestrga tushish uchun birinchi o'rinda nima qilish kerak? Studentni gaplashaylik, qolganlar emas, именно studentni. O'qishga kirmoqchi bo'lgan va o'qishga kirgan odamlar. O'qishga kirmoqchi bo'lgan odamlar reyestrga tushib qolgan bo'lsa, данный момент migratsionniy учеба bo'lsa, masalan, lekin hali o'qishga kirib ulgurmagan bo'lsa, keyingi yil uchun topshirmoqchi bo'lsa, ular chiqib ketib yanvarda kirib kelish kerak. Mana shu yil chiqib ketib, 25-yil yanvarda 15-yildan keyin kelaversa nima? Endi bu hammaga tegishli emas, individualniy случай emas, общий случай. Keyingisi o'qib turgan, ya'ni уже o'qishga kirgan, prikazlari chiqqan, lekin dokumentlarni cho'zdirmoqchi bo'lsa, reyestrdaligini bilib qo'yadi-da, ular ham xuddi shunaqa. Mana shu oy chiqib ketib, dekabrda, yanvarda qaytib kelish kerak. Unaqa 9 oy, 1 yil degan narsa yo'q. Agar katta narusheniyasi bo'lmasa, har bitta universitetda o'zini migratsionniy отделi bor. O'shandan borib, chestno, открыто etsa bo'ladi. Mana shu payt kirganman, shunaqa случай bo'lgan. Reyestrga nimaga tushib qolish mumkin? 2 marta kirib chiqqanlar. 2 marta kirib chiqqanlar yoki bo'ladi shunaqa pasportida, periodida boshqa danni berib qo'yibdi. Bitta odam masalan o'qishga boshqa danni berib qo'yibdi. O'qishda prikazi boshqasida chiqqan. MVD o'ylayapti-ku, o'qishga kirmagan. Просто migratsionniy учеба qilib yuribdi deb o'ylayapti. Hatto migratsionniy cho'zishga topshirgan, hali MVDgacha yetib olmagan. Reyestrga tushib qolibdi. Shuni hisobini olganda, reyestrga tushganlar birinchi o'rinda chiqib ketib qaytib kelish kerak. Birdaniga emas, 25-chi, 30-gacha chiqib ketish kerak. 15-chi, 20-chilarda qaytib kelish kerak. O'sha случайda ko'pchilikda ochilyapti. Hech qanaqa birovga pul berib, 50 ming berib, 30 ming berib har xil ochtirishyapti, yana tushib qolishingiz mumkin. Shunaqa muammoga uchramaslik uchun iloji bo'lsa, 15 kun, 20 kunni ayamasdan chiqib ketib qaytib keling. Agar bu narsa yanvarga o'tib ketsa, yanvarda o'tib ketgandan keyin bo'lishi mumkin shunaqa случай, что sizni 1 yilga O'zbekistonga ketkazib yuborish mumkin. Ana unda уже o'qishingizdan отчисление bo'lishingiz 100%. Akademik olib bir kurs orqaga tushib qolasiz. Shunaqa bo'lmasligi uchun birinchi zaявление yozib ko'ringlar. 4-5 kunda ответ kelmadimi? Сразу домой. Uyga ketgandan keyin сразу уже примерно shu aytganimdek yanvar boshlari kelursangiz bo'ladi. Уже kelishdan tekshirib ko'rsanglar, ochilgan bo'ladi ko'pincha. Shunaqa.